Yana Qirg'izistonda yer qimirladi va O'zbekistonda sezildi. Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz like bosishni va dunyodagi yangiliklardan eng birinchi xabardor bo'lishni istasangiz obuna bo'lishni unutmang. Qirg'iziston Respublikasida bir kun ichida ikkinchi marta sodir bo'lgan yer qimirlashi O'zbekistonda ham sezildi. Bu haqda Seysmoprognostik monitoring respublika markazi xabar berdi. Bugun 17 yanvar kuni soat 18:11 da Qirg'iz Respublikasi hududida zilzila sodir bo'lgan. Zilzila epitsentri Toshkentdan 215 km janubiy sharqda joylashgan. Magnitudada 3.3, chuqurligi 7 km. Epitsentr Batken, Qirg'iz Respublikasi. Koordinatalari 40.13 daraja shimoliy kenglik, 71.28 daraja sharqiy uzunlik. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi So'x tumanida 2 ball, Rishton tumanida 2 ball. Eslatib o'tamiz, biroz avvalroq Qirg'iz Respublikasida sodir bo'lgan yer qimirlashi O'zbekistonda sezilgandi.